ismi azam duosi qaysi? Ko'pchilik so'radi. O'sha duo bilan duo qilinsa ijobat bo'ladi. So'ralinsa Alloh taolo beradigan ismi azam duosi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kishini shunday duo qilayotganlarini eshitdilar. Duo shu edi: Allohumma inni as'aluk bi anni ashhadu annaka antalloh la ilaha illa ant al-ahad as-samad allazi lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Shu duoni eshitganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, qasam ichyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Albatta u Allohning buyuk ismi bilan so'radi, duo qildi dedilar. Ya'ni ismi azam bilan so'radi dedilar. U bilan duo qilinsa ijobat bo'ladi. U bilan so'ralinsa Alloh taolo beradi dedilar. Bu duoni yodlab olaylik. Alloh taolodan bir hojatimiz bo'lsa, shu duoni qilib Alloh taolodan so'raylik. Inshaalloh Alloh taolo ijobat qiladi.